Bu taomni men ko'rsatgan usulda ham bir marotaba tayyorlab ko'ring. Ko'rasiz, keyin faqat shunaqasidan tayyorlaysiz. Tovaga yog' quyib, sal qizdirib to'g'ralgan piyozni tillarang qilib qovurib olasiz. Qozonga yog' quyib, suyeli go'shtdan solib, orqasidan piyoz solib qovurib, pomidor, kartoshka va tuz ziravorlardan solib, qovurib suv quyib, qaynatib qo'yasiz. Yangi chiqqan yaltillagan barglarni uzib, qaynoq suvga yuvitasiz. Qiymasi uchun qovurilgan piyoz, choperdan chiqazilgan go'sht, yuvilgan guruch, tuz va ziravor. Agar go'shingiz menikidagi yog'siz bo'lsa, o'simlik yog'i ham qo'shib yuborasiz. Qiymamiz tayyor. Studentligimizda tok do'lma pishirganimizda har doim Parkentli dugonam Shahlodan do'lmani bunaqa yirik tugmaydi deb rosa gap eshitganman. Gap eshitib mana mayda tugadigan bo'lib ketdi. Ishlatgan mahsulotlarimdan naq 184 ta do'lma chiqdi. Terilgan do'lmalarimiz ustiga tuz sepamiz. Ozroq o'simlik yog'i quyib, qaynagan suv solib, kattaralaganni to'nkarib 40-50 daqiqaga dimlab qo'yamiz. Do'lmalarimiz pishguncha bekor o'tirmaymiz. Shu ichi tez sarg'ayib ketaveradigan choynagimni ichiga bir qoshiq bavi poroshogidan solib, qaynagan suvni quyib reaksiyaga kirishtirib, ham choynagimni ham tagidagi listimni oppoqqina yangiday qilib yuvib oldim. Bu orada do'lmalarim ham pishib chiqdi. Siz ham do'lmalarni yaxshi ko'rsangiz, albatta yuraychani bosib, men tayyorlagan usulda tayyorlab ko'ring.